Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, biz Introduction to Traffic Management fanini boshlaymiz. Bu fan o'zbek tiliga tarjimasi yo'l harakatini boshqarishga kirish fani. Demak, kafedra bilan tanishtiradigan bo'lsam, yo'l harakati muhandisligi va boshqaruv kafedrasi ushbu fan o'qitiladi va tinglayotganingiz demak ma'ruzachi Islomov Elyor. Xo'p, bugun demak sizlar ushbu 10 daqiqalik qisqacha videoda eng mag'zini, birinchi mavzuni yo'l harakatini boshqarish fani bo'yicha umumiy tushunchalarni yoritib beraman. Demak, bu fanga to'xtalamiz hali va mavzularga kelib o'tamiz. Mavzu demak, ko'rib turganingizdek, yo'l harakatini boshqarish fani bo'yicha umumiy tushunchalar. Ya'ni bu fanda umumiy hujjatlari, nimalar o'rganasiz, bir semestr davomida nimalarga duch kelasiz, o'sha haqida aytib o'taman. Xo'p, demak, boshladik. Ee, Demak, rejalarimiz quyidagicha: birinchisi, o'quv dasturi, fanlar tarkibi, mazmuni va bog'liqligini aytib o'taman. So'ngra, demak, fanning maqsad va vazifalari, so'ngra yo'l harakatini boshqarish bo'yicha umumiy tushunchalar va oxirgi rejamiz harakat jarayonlari. Ho'p, demak, o'quv dasturlari, fan tarkibi bilan ozgina tanishtirmoqchiman. Bu sizlarni rejalaringiz, ya'ni nimalarni o'rganishingiz. Bu yerda demak siz o'sha 8 semestr davomida birinchi, ikkinchi semestrdan sizlar asosan hamma fanga kirish qismlar, ingliz tili, oliy matematika shunaqa fanlarni o'rganasizlar. Va uchinchi, to'rtinchi semestrga kelib, mana qarang, uchinchi, to'rtinchi semestrda sizlar ikkinchi kurs bo'lasizlar va bu yerda eng sohaga kerakli bo'lgan fanlarni o'rganishni boshlaysizlar. Bular misol uchun shahar yo'l tarmoqlarini rejalashtirish, yo'l harakati xavfsizligi, qonunchiligi, yo'l muhandisligi. Ko'ryapsizmi, bu yerda 6 ta, 5 ta fan hammasi sizlarni sohalaringizga birga-bir mos keladigan va juda muhim bo'lgan fanlarga o'tasizlar. Undan keyin 3-yilda, ya'ni 3-kurs bo'lgan vaqtlaringizda 5-, 6-chi semestrda kompyuter dasturlari bilan bajariladigan murakkab, og'irroq bo'lgan fanlarni o'rganasizlar. Va 4-yil, ya'ni 4-bosqichda siz 7-8 semestr davomida e, bitiruvchi hisoblanasiz va o'sha paytda siz eng yakuniy fanlarni e, o'rganasiz va amaliyotga ko'proq yaqin bo'lgan fanlarni o'rganib, real hayotda ishda tatbiq eta oladigan ko'nikmalarni olasizlar yakuniy bosqichda. Endi bu yerda fanni boshiga bir qaytarib olmoqchiman, ya'ni 4 soat degani bilan, lekin siz 10 daqiqaga tushirib eng asosiy mazmunni tushuntirib beraman. Lekin 4 soatni siz nimalarga sarflaysiz? Siz ko'rsatib o'tilgan adabiyotlarni o'rganib, mustaqil modul platformasida yuklangan barcha materiallarni o'qib o'rganib, qayta-qayta videolarni ko'rib, berilgan silkalarda YouTube videolarini tomosha qilib, so'ng testlarni ham bajarib o'rganib olasiz. Ya'ni shunga sarflaysiz shunaqa vaqtni mavzu uchun. Xo'p, semestrimiz birinchi semestr, demak kreditlar soni 3 kredit bu fanimiz. Bu degani 45 soat ajratilgan ma'ruzamizga. Xo'p, endi bu yerda tanishib oldik qisqacha nima fanlarni o'qiysiz, o'rganasiz. Siz ushbu kafedrada 4 yil davomida universitetda. Xo'p, endi to'g'ridan to'g'ri demak tushunchalarga to'xtalamiz. Yo'l harakatini boshqarish maqsadi nima? O'zi yo'l harakatini boshqarish deganda nimani tushunasiz? Bu qanaqa fan? Xo'p, siz videoni shu joyda pauza qilasiz va rasmda nimani tushunayotganingizni o'zingizga o'ylab javob berib mulohaza qilasiz va videoni davom ettirasiz. Endi men tushuntirishni boshlayman. Chap tomonda tepada turgan bu demak mutaxassis, sizu biz, shu yo'l harakati muammolarini hal qiluvchi inson. Xo'p, eng pastda chorraha ko'rsangiz mo'jazgina, hammasi joyida, chiroyli, ya'ni jozibador. Bunaqa narsa bo'lsa, xuddi asalga ari yopishgan singari bu chorrahaga ham mashinalar keladi. Ya'ni oddiy siz ham yangi mashina xarid qilib, ko'chaga shaxsiy mashinangizda bozorga borgingiz keladi, doim olishga oilangiz bilan borishga xohlaysiz va chorrahaga chiqasiz. Yangi ko'prik qayerda qurildi desa, o'sha ko'prikdan siz ham haydagingiz keladi beixtiyor. Va bu shaharlarning ichida qancha jozibali, hammasi muammolarni bartaraf qilganimiz sari shuncha nagruska yana oshib boraveradi degani. Bu shunaqa gipotezaga o'xshaydi. Xo'p, endi ikkinchi bosqich, ya'ni mashina ko'paygandan keyin tirbandliklar yuzaga keladi va uchinchi bosqichga keladi. Tirbandlik, ya'ni yengil mashinalar ko'paysa, jamoat transportlari tirbandlikda qolib ketadi va jamoat transporti to'rtinchi bosqichga o'tganda aholini ishonchini yo'qotadi. Aholi jamoat transportini bir kun kutadi, 2 kun kutadi, ya'ni uchinchi kuni kutmaydi va u ham kreditga bo'lsa ham o'zini shaxsiy mashinasini olib safarga otlanishni xohlaydi va yana tirbandlikka 5-qadamga qarang, yana kattaroq tirbandlikni keltirib chiqaradi va juda ko'plab transport vositalari, jamoat transportlari yana tirbandlikda bloklanadi.
Va oxirgi bosqichda yakuni borib bu demak katta muammolarga olib keladi va bu demak ekologik muammolarga olib keladi va nafas olishda muammolar kuzatiladi sog'liqda va yoshlarni sog'lig'ida juda ko'plab muammolarga olib keladi va bu o'zidan chiqarayotgan emissiya deydi, ya'ni zaharli gazlar sababli, ya'ni gaz bo'ladimi, benzin bo'ladimi, avtomobil yoqilg'i yoqilsa, demak bilingki, u yerda emissiya chiqadi va emissiya insonni sog'lig'ini zararlab, yemirib boradi va bu demak inson umr ko'rishini qisqartirib yuborishadi. Demak, agar u elektr kar bo'lib turib, elektr karda u atrof muhitga zarar yetkazmaydi deyishingiz mumkin, lekin elektr energiyasi 80%gacha bizda O'zbekistonda demak ko'mir, gazlarni yoqib, issiqlik stansiyalaridan oladi, energiya stansiyalaridan. Shuning uchun u ham baribir qaysidir ma'noda sog'lig'imiz uchun zararli. Ho'p, demak bizni vazifamiz tushuntirilgan, demak bizni maqsadimiz yo'l harakatini boshqarishdan shu jarayonlarni orqaga qaytarish, xuddi mana bu zina kabi bitta-bitta orqaga qaytarib, birinchi pog'onada ushlab turish, ya'ni jozibador chorraha hammasi joyida qilib ushlab turish bu bizning maqsadimiz hisoblanar ekan, fanni maqsadi. Ho'p, demak, fanning maqsadi vazifalari, demak, men sizlarga gapirib tushuntirib berdim. Endi buni o'zingiz mustaqil ozgina o'qib qoralama olasiz, daftar tutib bitta fanga, chunki yakuniy imtihon, test bo'ladimi, yakuniy yozma bo'ladimi, baribir siz kelib o'sha fikrlarni yozishingiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasligi uchun mana shularni yozib qoralama qilib olib qo'ysangiz bo'ladi. Endi fanni vazifasiga keladigan bo'lsak, harakatni boshqarish strategiyalari, xavfsiz mobillik, mobillik tushunchasiga to'xtalaylik. Mobillik degani harakatchanlik degani, A nuqtadan B nuqtaga harakatlanish degani. Xo'p, tizimli yondashish hamda yo'llarning funksional tasdiqlanishini o'rganib, amaliyotga joriy qila olishga asos bo'ladigan bilimlarni talabada shakllantirish. Bu demak, fanni vazifasi ekan, sizga demak, muammolarni yechishga kerak bo'ladigan ko'nikmani shakllantirish fanni vazifasi. Yo'l harakatini boshqarish bo'yicha umumiy tushunchalarga keladigan bo'lsaylik, bu yo'l harakatini boshqarish statsionar va harakatlanuvchi transport vositalarini, shu jumladan piyodalar, velosipedchilar va barcha turdagi transport vositalarining harakatini xavfsiz tashkil etish va boshqarishdan iborat. Ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsaylik, yo'ldagi shahar ko'chalarimizdagi qishloq joydami, qayerdagi yo'l bor ekan, demak, u yerlarda harakatlanayotgan har qanday o'sha hayvonlardan tashqari, demak, insonlar, velosipedlar, avtomobil, jamoat transportlari, bularni barchasini demak tartibli harakatlantirish, xavfsiz harakatlantirish, mana shularga ketadigan kuchimiz, energiyamiz bu demak yo'l harakatini boshqarish, sodda qilib aytganda. Ho'p, yo'l harakatini boshqarish deganda yo'llar va boshqa transport tarmoqlari, transport vositalari va piyodalar xavfsiz, samarali va tartibli harakatlanishi ta'minlash uchun foydalaniladigan strategiyalar, tizimlar va chora-tadbirlar tushuniladi. Xuddi mana shu iborani yaxshilab tushunib, mag'zini chaqib tushunib olasiz, chunki boya aytganimdek, yakuniyda yozma ish bo'lganda sizdan so'raladi o'sha savollarga tushadigan narsa. Xo'p, demak, velosipedchilar, piyodalar va transport vositalari bularni xavfsizligini ta'minlashga va ularning harakatini tezroq manzilga yetib boradigan va xavfsiz yetib boradigan yetib borish uchun biz ko'radigan barcha chora-tadbirlar, demak, bu o'sha strategiyalar yo'l harakatini boshqarish desak bo'ladi. O'sha majmuini bildiradi. Xo'p, uning maqsadi demak, tirbandlikni kamaytirish, yagona maqsad, demak, tirbandlikni kamaytirish, sayohat vaqtini qisqartirish, bahs hodisalarni oldini olish va umumiy harakatchanlikni yaxshilashdir. Hammasi aytib o'tilyapti, demak, avariya bo'lmasligi kerak, kech qolmasligi kerak, tirbandliklar bo'lmasligi kerak. Shunaqa demak har biri birma-bir aytib o'tilyapti. Bu yerdagi videolarni demak albatta ochib ko'rib, modulda joylab qo'yganman. Ochasizda buni bemalol videolarni ko'rib, yo'l harakatini boshqarishda turli xil tushunchalarga ega bo'lasiz. Xorij tajribalarida sharoit qanaqaligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ho'p, umumiy maqsadiga keladigan bo'lsak, odamlar va yuklarning xavfsiz va tartibli harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu yerda bir ikkita keltirilgan ma'lumotlar, mayda-mayda detallar bor. Bu transport oqimi sharoitini yaxshilashdan tortib, bolalar va velosipedchilar xavfsizligini yaxshilash, avtomobil yuk tashish unumdorligini, xavfsizligini oshirishgacha, jamoat transport yo'llarining ish sharoitini yaxshilashgacha hammasini chambarchas ichida ushlab turadi. Juda ham katta soha, fan hisoblanadi yo'l harakatini boshqarish deganda. Biz demak o'shanga kirish fani bo'lgani uchun birinchi mavzuda barcha tushunchalar bilan tanishib chiqmoqdamiz.
Har qanday harakatni boshqarish sxemasining har bir vazifasiga birinchi navbatda butun yo'l tarmog'i bo'ylab yoki tarmoqning bir yoki bir nechta qismidagi harakat miqdori, tarkibi va tezligini ta'sir qilish harakatni boshqarishning muhim jihati sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni bu yerda aytilayotgandek, biz maqsadga erishishimiz uchun uchta muhim narsa bor. Bu miqdor, o'sha yo'llardagi avtomobillar soni deylik sodda qilib, va tarkibi. Ular yuk mashinalardan iboratmi, yengil mashinalardan iboratmi? Mana shu narsa ta'sir ko'rsatar ekan ishimizni murakkablashishiga. Va ularni tezliklari judayam tezmi yoki sekin va hokazo. Yo'l harakatini boshqarishning asosiy maqsadlari yana qisqacha beshta ko'rinishda aytib o'tamiz. Balkim shuni eslab qolish sizga osonroq bo'lishi mumkin. Yo'l harakati xavfsizligini oshirish, trafik oqimini yaxshilash. Trafik degani yo'l harakati. Trafik degani endi telefondagi, mobil ilovodagi internetga kirish uchun trafikni tushunmang, megabaytlarni. Trafik deganda yo'l harakatini tushunuvchi sohada. Trafik oqimini yaxshilash, tirbandlikni kamaytirish, atrof muhitga ta'sirini minimallashtirish va oxirgisi iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash. Xo'p, demak, bularni har birini tushungan bo'lishingiz mumkin, lekin oxiridagi iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlashni biroz tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Buni sodda qilib aytadigan bo'lsam, iqtisodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash demak, bu agar avtomashinalar kunlik tirbandlikda duch keladigan bo'lsa va tirbandlikda qolib ketadigan bo'lsa, oddiy aholi o'z ishiga yoki o'qishiga kech boradigan bo'lsa, bir kunda ko'zimizga ko'rinmasligi mumkin, lekin yillar davomida e, bu juda katta vaqt kelib chiqadi va buncha vaqtni ichida insonlar tilni o'rganishi mumkin, biznesini boshlashi mumkin yoki sohasida kuchliroq mutaxassis bo'lishi mumkin, stress olmasdan ish joyiga yetib borishi mumkin. Va shunaqa ko'rinishda ko'zga ko'rinmaydigan darajada kichik kichik lekin yig'ilib juda katta mamlakatni o'sishiga, mamlakatni iqtisodiyotni tormoz bo'lib qolishiga ham olib keladi. Mana shu narsa yo'qotayotgan vaqtimiz va tirbandliklarda to'xtab qolishimiz. Chunki u yerda o'qituvchi ishiga kech borsa samarasi yo'qoladi darsda, doktor ishxonasiga kech qolib borsa demak kimningdir sog'lig'i xavf ostida qoladi va hokazo. Yo'l harakatini boshqarishning asosiy vazifalari men bundan oldin aytib o'tgan joylarimda yana bir keltirib o'tyapman sizlarga. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakatini takomillashtirish, tirbandlikni oldini olish, atrof muhitga ta'sirini kamaytirish, harakat qatnashlarining e, tajribasini yaxshilash. Xo'p, bularni demak bosqichma-bosqich qilib boriladigan vazifalar deb qarang va bularni hammasini o'qib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Ö, Ko'proq ma'lumotlar prezentatsiyaga kiritishga harakat qildim. Demak, tekst qismida topa olmasangiz, mana shu videoni pauza qilib o'qib, daftarga qoralama qilib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Endi to'rtinchi rejaga keldik. Oxirgi rejamiz harakat jarayonlari. O'zi harakat jarayonlari deganda yo'l harakatini boshqarishning asosiy ichki tarkibi tushuniladi. Endi yo'l harakatini nazorat qiluvchi qurilmalar, bular belgi, yo'l chiziqlari va hokazo. Ikkinchi tarkib demak yo'l dizayni, infratuzilma bilan shug'ullanuvchilar bor va yo'l harakati qoidalari va qarorlar. Demak, hukumatda demak yo'l harakati qoidalarini ishlab chiquvchi mutaxassislar bor va yana bitta qism bu yo'l harakatini monitor qiluvchi tizimlar, radarlar, har xil kameralar va hokazo. Yo'l harakatini nazorat qiluvchi qurilmalarga keladigan bo'lsak, qurilmalarni o'zi demak e, svetoforlar, ya'ni siz qachon qaysi tomonga burilishingiz, yurishingizga ruxsat beradi, to'xtatadi. Bu svetofor. Svetofor bo'lmagan ko'chalarimizni demak yo'l belgilari bizga demak yo'l ko'rsatadi va biz ularga amal qilib harakatlanamiz avariya bo'lmasdan, yo'l transport hodisasi sodir qilmasdan. Va yo'l chiziqlari ham bo'lmagan joyda chorrahalarda demak kim birinchi kelgan bo'lsa, o'ng qo'l chap qo'l qoidalariga qarab turib demak chorraha tartibida harakatlanamiz. Ehm, Endi ko'rishingiz mumkin demak harakat jarayoni bo'lgandan keyin ushbu rejada harakat jarayonini tushuntirish uchun qaysi biri ko'proq xavfsiz, tez, qulay, arzon, sog'lom ataylab buni keltirdim. Ya'ni chet elda eksperiment o'tkazishgan va yengil mashinada ham harakatlansa nima bo'ladi va jamoat transportida yoki velosipedda harakatlansa qanday foydali tomonlari bor, shu keltirilgan. Buni o'zingiz mulohaza qilasiz va keyingi darslarda yana bunga to'xtalib o'taman. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu yerda demak o'zingizga savol bering va javobini topishga harakat qiling. Xavfsiz, tez, qulay, arzon, sog'lom. Nima uchun qaysi birida shu ko'rsatkichlar yaxshiroq? Bitta misol keltiramiz. Agar ko'chani rasmga qaraymiz, to'ldirib yengil mashinalar turadigan bo'lsa, demak, xavfsiz emas. Ular 80 ta haydovchi 80 xil fikrda, o'y-xayol bilan harakat qilsa, avariya sodir qilish ehtimoli yuqori. Va ular tezligi juda ham past bo'ladi, sababi tirbandlikda. Qulayligi
tirbandlikda turgandan keyin vaholanki bu qulay bo'lmaydi, stress beradi. Arzonligi demak, albatta u qimmatga tushadi. U yerda tirbandlikda turishi vaqtini yo'qotmoqda va e, yengil mashinaga taksidan harakatlanayotgan bo'lsa ham qimmatga tushadi. Sog'lomligi demak, boya aytganimdek stress va u yerdan chiqayotgan 80 ta mashinadan chiqayotgan gazlar, bular hammasi insonni sog'lig'iga putur yetkazadi. Agar jamoat transportida bo'lsa 80 ta kishi bitta demak uzun garmoshkali uzun avtobuslarimizda harakatlansa bo'ladi va bu bitta avtobus yo'lda bo'lsa tezligi yuqori bo'ladi, tez bo'ladi, kamroq zarar chiqaradi bitta avtobusdan va hokazo, ham arzon. Ha, yo'l harakatining xarakteristikasiga to'xtaladigan bo'lsaylik, bularni yana keyingi darsimizda tushuntirib o'taman. Siz hozircha demak e'tibor bering, bu yerda nimalar tasvirlangani, bu yerda harakat jarayonlari tasvirlangan. Ya'ni mana o'ng tomondan boshlaymiz bu gal. O'ng tomonga qaraydigan bo'lsaylik, to'rtta avtobusga deyapti, 80 tadan 320 ta yo'lovchi sig'ishi mumkin, lekin bu yerda o'sha 105 ta mashinaga ikkitadan odam ketganda ham o'rtacha 210 ta odam. Shu yerda 210 ta odam yengil mashinalar bilan qancha yerni egallab turibdi va 320 ta, ya'ni mashinadagilardan ham ko'proq odamlar shu kesib olingan hududda qancha hududni egallab turibdi. Arzimagan hududni demak egallab turibdi ko'rib turganingizdek. Shuning uchun ham demak shahardagi har bitta qarich yerni maqsadli foydalanish demak faqat shaharsozlarning ishi emas, demak yo'l harakatini boshqaruvchi siz va biz mutaxassislarning ham ishimiz ekan. Ho'p, endi chap tomonga qaraymiz tepada. Bu yerda nima tasvirlangan? Bu yerda Daniyaning Kopenhagen shahrida mutaxassislar demak 20-asrning 21-asrning boshida tadqiqot o'tkazishgan va ular shunaqa chiziqqa kelgan, o'rgangan ma'lumotlar 900-yillarda demak otlarni yo'li ravon bo'lgan, piyoda yurishi ravon bo'lgan, tez yetib borgan, xavfsiz yetib borgan va velosipedlarniki ham ravon. Bu Yevropaga tegishli faqat chizma. Jamoat transporti murakkab bo'lgan sababi yo'llar yetishmovchiligi sababli. 1920-yilga kelib, demak, avtomobil, hamma avtomobil sotib olib boshlaydi, Birinchi jahon urushidan keyin va avtomobillashuv avjiga chiqadi Yevropada. Va ko'rib turganingizdek, demak, hamma avtomashinalarda foydalana boshlaydi. Ammo yo'llarning, asfalt qilingan yo'llarning yetishmovchiligi sababli, demak, manzilga yetib borish qiyin bo'lgan, murakkab bo'lgan. 1950-yilga va hozirgi kungacha, demak, jarayon piyodalar, velosipedchilar uchun murakkablashgan, jamoat transporti uchun ham murakkab bo'lib qolmoqda va yengil mashinalarga to'g'ri. Bu 1950-yildan 21-asr boshigacha, ya'ni 2000-yillargacha deyilganda shunaqa jarayon bo'lgan. Lekin 2000-yildan buyog'iga, hozir 2025-yilda ancha ularda o'zgargan holat va buni savol tariqasida ataylab ko'rsatmayapman. Buni hozirgi kundagisi ham bor. Bunda demak Yevropa shaharlarida biroz avtomobilniki murakkablashgan, jamoat transportniki ravonroq va velosiped va piyodanikini judayam ravon qilishga kuchni, energiyasini bermoqda butun mutaxassislar. Ho'p, pastdagi jadvalni keyingi darslarimizda tushuntirib o'taman. Ho'p, bu yerda esa mayli o'zim qisqacha qilib aytaman. Bu yerda aytilgan narsalar, men ingliz tilida o'zbekchasini yozib qo'ydim. Tezlik, zichlik, oqim deb. Jarayon shunday kechadiki, oqim, mana flow degan oqim qarang. Oqim qancha ko'tarilgan sari, maksimalga yetgan sari, demak, tezlik pasayib boradi. Oqim qachon o'rta me'yorga kelgan vaqtda tezlik ham 70-60 km/soat bo'lganda shunaqa bo'ladi deb tushuntirmoqda. Agar tezlik juda ham yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, oqim yana nolga tushib qoladi, ya'ni juda kam. Chunki tasavvur qiling, eng tez yuradigan poyga mashinalarni yurg'izib ko'rish uchun sahrolarga borib, hech qanaqa mashinalar yo'q joyda bitta mashinani yurg'izib sinovdan o'tkazadi. Bu degani e, bitta mashina harakatlanyapti shuncha masofada. Bu oqim juda ham past degani. Bu yerda zichlik tushuntirilgan, ya'ni mana bu yo'ldagi rasmga qarasangiz ham bo'ladi. Zichlik qachon maksimalga chiqadi? Tezlik nolga tushganda. Ya'niki bu probka degani, endi tirbandlik va hokazo. Demak, bu haqida yana bir keltirilgan materiallarni moduldan, platformadan yuklab olib, o'zingiz mustaqil o'rganasiz. Qisqacha qaytarib o'tib ketaman. Demak, mavzu bo'yicha topshiriqlar. Fanning modul tizimidagi o'quv materiallari bilan tanishasiz. Fan bo'yicha adabiyotlarni yig'ib chiqasiz, ko'rib chiqasiz har xil platformalardan. Berilgan silkalar bo'yicha mavzuni chuqur o'rganish va adabiyotlarni o'qib chiqing. Savol-javob va test uchun puxta tayyorlaning va ularni bajarib ko'ring. Yakuniy imtihonga asqotadi.
Ho'p, birinchi mavzu bo'yicha tegishli savollarni modul platformasida diskussiyada ham, ya'ni muhokamada qoldirsangiz ham bo'ladi yoki o'zimni emailimga ham savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Birinchi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.